Rus tilini o'rganishning eng samarali top 3 ta usuli. 21-asrda ishlab chiqilgan eng sodda, kreativ va samarali bo'lgan metodikalar bilan tanishishga tayyormisiz? Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, demak, anchadan buyon rus tilini o'rganaman deb ortga surib yuribsiz. Bu esa ilm-fan tilida prokrastinatsiya deb ataladi. Endi esa ushbu muammolarni mutlaqo hal qilishning imkoniyati bor sizda. Ushbu 3 ta metodikani qo'llasangiz, sizda rus tilini o'rganishda hech qanday muammo tug'ilmaydi. Demak, tayyormisiz? Boshladik. Demak, birinchi usul immersion comprehensible input. Ushbu usul orqali qanday qilib rus tilini o'rganish mumkin? Buni hozir siz bilan birgalikda ketma-ketlikda tuzib chiqamiz. Demak, birinchi etap dastlab oddiy multfilmlar va bolalarga mo'ljallangan hikoyalardan boshlang. Misol uchun Masha и Medved yoki bo'lmasam Kolobok multfilmlari bor. Siz rus tilidagi har bitta gapni 100% tushunishingiz shart emas. Eng muhimi 70-80% ulardagi vizual ko'rinishlar orqali rus tilida nima deb gapirayotganini tushunishga harakat qilishingiz kerak. Qo'shimcha maslahat, ushbu multfilmlarni ko'rayotganingizda birinchi navbatda subtitrlar bilan, keyin esa rus tilini anchagina tushunishni boshlaganingizdan keyin subtitrlarsiz ko'rishga o'tsangiz bo'ladi. Demak, ikkinchi qadam. Ikkinchi bosqichda oddiy kinolar, serial yoki podkastlarni tanlang. Misol uchun Intern yoki Kuxnya seriallarida juda ham oddiy va hayotiy bo'lgan rus tilidagi so'zlar ishlatilingan. Ikkinchi bosqichda siz rus tilidagi bazangizni yangi darajaga olib chiqasiz va rus tilida fikrlashni boshlaysiz. Uchinchi bosqich. Endi siz real kontentga o'tishingiz mumkin. Kitob, yangiliklar, intervyularni ko'rishingiz mumkin. Masalan, YouTube'dagi Vdut intervyulari va undan tashqari Chexovning hikoyalarini o'qishingiz mumkin. Demak, ushbu usulimizdagi eng asosiy qoida, siz bu yerdagi tanlayotgan materiallaringiz sizga qiziq bo'lishi kerak. Ya'ni sizga misol uchun fantastika janri yoqadimi yoki detektiv janrlar yoqadimi, aynan o'sha janrlardagi materiallardan foydalanishingiz kerak. Esingizda tuting, siz ruscha gaplarni to'laqonli 100% tushunishingiz shart emas. Muhimi, siz tanlagan materiallar o'zingizga qiziq bo'lishi va ularni siz ko'rayotgan vizual ko'rinishingizdagi ma'nolarini anglashga va ularni hayotda qo'llashga harakat qilishingiz kerak. Ikkinchi usul говорение, разговорная практика, активное воспоминание. Birinchi qadam oddiy so'z va gaplarni mustahkamlash. Har kuni kitobdan, kinolardan yoki ijtimoiy tarmoqlardan bitta mavzuga tegishli bo'lgan so'zlardan 5 tadan 10 tagachasini yodlang va ularni audio sifatida yozib olib, qayta-qayta takrorlashlar orqali mustahkamlab boring va ularni praktikować qiling. O'zingizda hayotingizda kerak bo'ladigan voqealardagi so'zlarni o'rganib, mashq qilib ko'rsangiz bo'ladi. Misol uchun, сегодня я дома, у меня есть книга, я читаю книгу kabi. Va undan tashqari sun'iy intellekt yoki bo'lmasam do'stlaringiz bilan birgalikda yozma tarzda ikkita mavzuni tanlab olib ular bilan suhbat qilsangiz bo'ladi. Misol uchun, o'zini tanishtirish yoki salomlashish kabi mavzular. Ikkinchi qadam, o'z fikrlaringizni hech qachon boshqalarga gapirib berishdan qo'rqmang. Har kuni 2 daqiqa yoki 3 daqiqa o'zingiz haqingizda, ya'ni yashash manzilingiz, sizning maqsadlaringiz, qanday ishlar bilan shug'ullanmoqchi bo'lganingiz haqida o'zingizga o'zingiz suhbat quring va undan keyin esa do'stlaringiz yoki yaqinlaringiz bilan birgalikda ularga savollar orqali savollar berib rus tilida gapirishga harakat qiling. Agar ular rus tilini bilsa, juda ham zo'r. Siz ulardan so'rashingiz kerak, qayerda noto'g'ri qildim, qayerda noto'g'ri gaplarni ishlatdim va ular sizga to'g'ri ma'noda feedbacklar berishsa, ya'ni sizning kamchiliklaringizni aytishsa, joyida esingizda qolsin, to'g'rilab keting. Agar sizda rus tilini biladigan tanishlaringiz bo'lmasa, ChatGPT janoblari siz bilan suhbatlashish uchun har doim tayyor. Uchinchi qadam, ushbu usulni kundalik odat qilish uchun oddiy formula tuzing. Misol uchun, kun avvalida 5 tadan 10 tagacha kitoblar, kinolar, o'zingizga ma'qul kelgan materiallardan foydalangan holda 5 tadan 10 tagacha gaplar yoki so'zlarni yodlang va undan keyin diktafon orqali o'zingiz bilan o'zingiz suhbat qiling. Ya'ni qayerda xato qilyapsiz, o'sha narsalarni siz diktafonda qo'yib, zapis qilib, o'chirib ularni eshitib to'g'rilashingiz mumkin. Undan keyin esa yaqinlaringiz bilan yoki bo'lmasam aytganimdek, Hazrati ChatGPT bilan birgalikda suhbatlashing. Bu metod tilni jonlantiradi. Siz o'zingiz o'rgangan narsalarni eslab, uni takrorlaysiz va ularni qayta va qayta amaliyotda qo'llashingizni evaziga og'zingizdagi muskullarning xotirasi rus tilini qabul qilishni boshlaydi va siz tezroq rus tilidagi razgovorga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Stop!
Agar siz rus tilini istagan vaqtingizda va 0 dan 3 oyda razgovor darajasigacha chiqmoqchi bo'lsangiz, sizga bir muhim tavsiyam bor. Razgovor.uz onlayn rus tili maktabida har oyda 400 dan oshiq o'quvchilar ro'yxatdan o'tib, birinchi oyning o'zidanoq rus tilida erkin gapira boshlashyapti. Kursda darslar onlayn tarzda va haftada 7 kun bo'lib o'tadi. Ya'ni 3 kunida ustoz bilan birgalikda jonli tarzda razgovor darslari va undan tashqari 3 kunida video darslar orqali grammatikani o'rganasiz va bonus sifatida dam olish kuni, ya'ni yakshanba kunida kreativ bo'lgan musiqali darslar orqali rus tilini o'rganasiz. Kursga ro'yxatdan o'tish uchun linkni video ostiga joylab qo'yganmiz. Bemalol linkni bosib turib, o'zingizni raqamlaringiz va ma'lumotlaringizni qoldirishingiz mumkin. 3-usul. Обучение на основе задач. Agar bir xonaga kelib, ustoz sizga qarab turib, sufiks yoki gлагол mavzusini o'tadigan bo'lsa, siz aniq zerikib qolasiz. Lekin sizga kelib turib, aytsa, misol uchun magazinga borgan va rus tilida biladigan farqi yo'q, bitta mevangni xarid qilib olib kelgan desa, bizga bu qiziqarli tuyuladi. Nima sababdan? Chunki inson yangi o'rgangan narsasini amalda sinab ko'rish har doim insonga zavq beradi. Bu usul orqali siz amaliyotda qo'llab ko'rgan va eslagan o'sha rus tilidagi so'zlaringizni tez eslab qolasiz va real vaziyatlarga tayyorlanib borasiz. Demak, ketma-ketlikda ushbu usul orqali rus tilini qanday o'rganish mumkinligini qisqacha tushuntirib beraman. Demak, birinchisi, kuniga oldin deganda bir marotaba bo'lsa ham o'zingizga bitta vaziyatni yaratib, u vaziyatda suhbatlashishga harakat qilib ko'ring. Ikkinchisida esa siz o'rgangan narsalaringizni, o'rgangan bilimlaringizni oynada yoki yaqinlaringiz yoki o'sha aytganimdek ChatGPT bilan birgalikda suhbat qilib ko'ring. Eng osoni maslahat berardim ChatGPT. Chunki unga qarab turib, sen ofitsiant bo'l, men senga mijoz bo'laman. Va men senga o'sha rus tilidagi gaplarni aytaman, sen meni xatolarimni to'g'rilab ketasan desangiz bo'ldi. Keng dunyoqarashga ega bo'lgan, aqlli va hech qachon gap qaytarmaydigan suhbatdosh tayyor. Aytganimdek, ushbu 3 ta usullar orqali siz rus tilini juda ham tez o'rgana olasiz va ammo degan joyi bor. O'qish bilan o'qishning farqi bor. Shu sababdan bularni o'rganish yoki ularni 1-2 marta sinab turib to'xtatib qo'yish yoki ko'rayotgan materiallaringizni, o'rganayotgan narsalaringizga ko'rib turib, lekin fikringiz boshqa joyda bo'lib o'rganishga ham bularning hammasi o'zingizning qo'lingizda. Lekin aytganimdek, bularni formula asosida kundalik hayotingizga qo'shib ishlatadigan bo'lsangiz, juda ham tez rus tilini o'rgana olasiz. Xullas, videoda aytilgan 3 ta usuldan foydalanib rus tilini o'rganing va hayotingizdagi imkoniyatlaringizni kengaytiring. Bunda sizga omad tilab qolaman. Agar sizga video ma'qul kelgan bo'lsa va shunga o'xshash videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamizga obuna bo'ling, bildirishnomani yoqib qo'ying va ushbu videoni rus tilini anchadan buyon o'rganaman deb yurgan insonlaringizga, yaqinlaringizga jo'natib qo'ying. Ushbu videomiz haqidagi fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman va keyingi videolarimizni ko'rish uchun ekran ustiga bossangiz kifoya. Xayr.